Assalomu alaykum kanalim obunachilari, videoni oxirigacha kuzatib boring. Like va obuna bo'lishni unutmang. Merosdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, mening yo'limda turmang. Botir Qodirov sud qaroridan so'ng Jo'rayevlarga murojaat qildi. Xonanda Botir Qodirov O'zbekiston xalq artisti marhum san'atkor Sherali Jo'rayevning o'g'li ekanligi sud qarori orqali tasdiqlanganidan so'ng ommaviy axborot vositalari xodimlariga intervyu berdi. To'g'risini aytsam, ular haqida yomon gapirmoqchi emasman. Ular baribir mening ukalarim. Ular adashishyapti. Bularning ustida kim turibdi bilmadim. Bulardan qo'rqayotgan nuqtasi mol-mulk merosi. Men sud qarori chiqquniga qadar sabr bilan kutib keldim. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda meros masalasi bot-bot chiqib kelyapti. Men ularni bu ishlarni o'z foydasiga hal qilish uchun kimlarga chiqib, kimlarga borib nima ishlar qilib yurganini yaxshi bilaman. Lekin bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Ulardan yo'limda turmasliklarini, nafsoniyatimga tegib, onamning va o'zimning sha'nimga amakilarimni gapirtirib chiqib bunaqa qilmasliklarini tavsiya qilardim.